Quyon go'shtini yumshoqqina mazali qilib tayyorlashni uy sharoitida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Kunlar sovib nafaqat bolajonlar, balkim kattalar ham tez shamollab qoladi. Vitaminlari o'zida qoladigan, immunitetni zo'r ko'taradigan quyonli jarkob retseptini birgalashib qilamiz. Taomni tayyorlashdan oldin quyonni yirikroq bo'laklarga bo'lib olamiz. Qozonga biroz ko'proq yog' solib, quyonlarimizni qovurib olamiz. Qachon ikkita yuzi qip-qizil olmadek bo'larkan deb poylab o'tirmasdan bolgarskilarimni to'g'rashga tushdim. Figuralari kelishgan do'mboqqina quyonlarni Krol.uz profilidan zakaz qildim. Chunki quyonlar uyda boqilgan, halol yo'l bilan o'stirilgan. Birin-ketinlik bilan sabzavotlarimni qovurib olib, usti qip-qizil bo'lgan kartoshkamni ham qozondan oldim. Jarkob uchun kerakli bo'lgan yog'ni qoldirib, quyonlarimizni 40 minutga dimlab qo'ydim. Buni aniq bilaman, siz mendan ko'ra yaxshiroq tayyorlaysiz, lekin quyonimiz pishgunga qadar tuz solmay tursanglar, quyon juda ham tez yumshoqqina pishadi. Deyarli tayyor bo'lgan ovqatimizga tuz sepib, o'zim yaxshi ko'rgan sabzavotlarni soldim. Albatta buni ichida sholg'om ham bor. Tabga qarab ziravorlar soldim va yarim piyola suv solib 40 minut 1 soatga past olovda dimlab qo'ydim. Eng mazali taom shoshilmasdan mehr bilan tayyorlangan taomdir. Bu ovqatni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Meni usulim bo'yicha tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman.